Mo'yshe pilisos bo'lgan bo'lsa jetjar inson. Assalomu alaykum, o'sh yorimiz to'lg'andari, ejeler. Ejelerimizni qiyoli bo'lgan ushul mo'yshe pilisos bo'lgan bo'lsa jetjar inson. Bu pilisos qadimkidagi gilemlari juvib, tozalab, suxoy ubорка, влажный уборка, mo'yka qiladi. Komplektida shunday nasatkalar chiqib, gilemlar tozalaganga bayog'ida chashlardan tarab ketgan nasatkasi bo'ladi. Ondan keyingisi buna suxoy ubоркаga shotkasi bo'ladi. Ondan keyingisi buna kafelerga, ayniklarga juvganga bunday nasatkasi bo'ladi. Ana bo'shtaga kiradigan nasatkalari, ama turbalari suxoy ubоркаga dag'i bir mana cho'q gilem juvgan nasatkasi bo'ladi. Ana bir to'shak gilem divanlar juvgan shunday nasatkasi bo'ladi. Ana mashinani chifrlar jo'shan bo'ladi. Arkasında bochkasi bo'ladi. Bochkasining ichine suv quysanglar, suv sredstvalari bilan. Menga yengil